Bugun men sizlarga juda muhim masalani tushuntiraman. 20 sentyabrgacha rasmiylashtirilishi kerak bo'lgan qo'shimcha to'lovlar haqida gaplashamiz. Bu ma'lumot ayniqsa maktab, bog'cha, kollej, texnikum va boshqa byudjet tashkilotlarida ishlayotgan xodimlar, eng avvalo o'qituvchilar, tarbiyachilar, to'garak rahbarlari, sinf rahbarlari, laboratoriya, kabinet, ustaxona, kutubxona yoki boshqa mas'ul vazifalarni bajaradigan xodimlar uchun juda muhim. Chunki ayrim qo'shimcha to'lovlar vaqtida buyruq bilan rasmiylashtirilmasa, keyin ularni orqaga qaytarib yozdirish. O'tgan oylar uchun pulni undirib olish juda qiyin bo'ladi. Ayrim holatlarda esa umuman imkonsiz bo'lib qoladi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing. Chunki bu ma'lumotni bilmagan odam bir necha oy davomida olishi mumkin bo'lgan qo'shimcha haqdan bexabar qolishi mumkin. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntiraman. Avval tartib qanday edi? Hozir nimaga e'tibor berish kerak? Kimlar xavotir olish kerak? Kimlarga bu tegishli emas? Qanday hujjatlarni tayyorlash kerak va 20 sentyabrgacha nima qilish zarur? Avvalo masalaning ildizini tushunib olaylik. O'quv yili boshlanganda ta'lim muassasalarida shtat, yuklama, dars soatlari, sinf rahbarligi, to'garaklar, kabinet mudirligi, daftar tekshirish, laboratoriya ishlari, qo'shimcha vazifalar va shunga o'xshash to'lovlar qayta taqsimlanadi. Har bir xodim yil davomida qancha ish bajaradi? Qaysi vazifa uchun asosiy oyligidan tashqari qo'shimcha haq oladi? Bularning hammasi rasmiy hujjatlarda aks etishi kerak. Oddiy qilib aytganda, men shu ishni qilyapman deb yurishning o'zi yetarli emas. Rahbar og'zaki aytgani ham yetarli emas. Metod birlashma yig'ilishida kelishilgani ham ba'zan yetarli emas. Albatta rasmiy hujjat bo'lishi kerak. Buyruq, tarifatsiya, yuklama taqsimoti, jadval, ariza, kelishuv, tegishli komissiya qarori yoki boshqa asoslovchi hujjatlar. Oldin ko'p joylarda shunday amaliyot bo'lgan. Sentyabr oyida ishlar boshlanadi. Kimdir sinf rahbarligini oladi. Kimdir to'garak yuritadi. Kimdir kabinetga mas'ul bo'ladi. Kimdir o'qituvchi sifatida qo'shimcha soat oladi. Lekin hujjatlar kechiktiriladi. Keyin buyruq chiqaramiz, oktabrda tartibga solamiz. Buxgalteriya hisoblab beradi. Hozircha ishlayvering degan gaplar ko'p bo'ladi. Natijada xodim ishlaydi, lekin pulini vaqtida olmaydi. Keyin esa hujjat sentyabrda rasmiylashtirilmagan, buyruq yo'q, tarifatsiyada ko'rsatilmagan, moliya tasdiqlamagan degan javoblar chiqadi. Hozirgi vaziyatda eng asosiy xavf shuki, ayrim qo'shimcha to'lovlar yangi o'quv yili boshlanishida aniq muddatda rasmiylashtirilishi shart. Amaliyotda muddat 20 sentyabrgacha bo'lgan davr sifatida juda muhim hisoblanadi. Chunki shu vaqtgacha tarifatsiya, dars taqsimoti, qo'shimcha vazifalar, buyruqlar, asosiy va qo'shimcha yuklamalar tartibga solinadi. Agar sizning ismingiz kerakli ro'yxatda bo'lmasa, qo'shimcha vazifangiz buyruqda ko'rsatilmagan bo'lsa, keyin men aslida sentyabrdan beri bajaryapman deb isbotlashga to'g'ri keladi. Bu esa har doim ham ijobiy natija bermaydi. Asosiy o'zgarish shunda. Endi ko'p joylarda qo'shimcha to'lovlar bo'yicha nazorat kuchaygan. Buxgalteriya ham, moliya bo'limi ham, tuman yoki shahar mas'ullari ham hujjat bormi degan savolni birinchi o'ringa qo'ymoqda. Ya'ni ish haqi faqat og'zaki kelishuv asosida emas, hujjat asosida hisoblanadi. Men buni juda oddiy misol bilan tushuntiraman. Masalan, o'qituvchiga 5A sinf rahbarligi berildi. U ota-onalar bilan ishlayapti, jurnal yurityapti, davomatni nazorat qilyapti, tarbiyaviy soatlarni tashkil qilyapti. O'quvchilarning muammolari bilan shug'ullanyapti. Lekin direktor bu haqda buyruq chiqarmagan bo'lsa yoki tarifatsiyada bu ko'rsatilmagan bo'lsa, buxgalteriya unga sinf rahbarligi uchun qo'shimcha haq hisoblamasligi mumkin. Chunki buxgalter uchun asos bu og'zaki gap emas, rasmiy buyruq. Yana bir misol, kimyo o'qituvchisi kimyo kabinetiga mas'ul qilib qo'yildi. O reaktivlarni nazorat qiladi, laboratoriya xavfsizligini ko'radi, jihozlarni saqlaydi, inventar ro'yxatini yuritadi. Agar bu vazifa rasman biriktirilmagan bo'lsa, qo'shimcha haq bo'yicha nizo chiqadi. O'qituvchi men butun yil kabinetni yuritdim deydi. Rahbar esa buyruq yo'q edi deyishi mumkin. Ana shuning uchun 20 sentyabrgacha hammasini qog'ozda tartibga solish kerak. Birinchi navbatda sinf rahbarlari e'tiborli bo'lish kerak. Agar sizga sinf berilgan bo'lsa, sinf rahbarligi bo'yicha alohida buyruq bor yo'qligini tekshiring. Buyruqda sizning familiyangiz, ismingiz, sinf raqami, qaysi sanadan boshlab biriktirilgani aniq ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Faloni o'qituvchi sinf rahbari etib belgilansin degan band bo'lmasa,
keyin qo'shimcha haq masalasida muammo bo'lishi mumkin. Ikkinchi guruh daftar tekshiradigan fan o'qituvchilari. Ayrim fanlarda yozma ishlar, daftarlar, laboratoriya ishlari, nazorat ishlari ko'p bo'ladi. Daftar tekshirish uchun beriladigan qo'shimcha to'lovlar ham tegishli tartibda hisoblanishi kerak. Agar siz boshlang'ich sinf o'qituvchisi bo'lsangiz, ona tili, matematika, chet tili, fizika, kimyo, biologiya kabi fanlardan dars bersangiz, daftarga oid qo'shimcha haq qaysi mezon asosida hisoblanayotganini bilib oling. Dars soatingiz, sinfdagi o'quvchilar soni, fan turi va amaldagi me'yorlar e'tiborga olinadi. Uchinchi guruh to'garak rahbarlari. Ko'p maktablarda sport, musiqa, tasviriy san'at, fan to'garaklari, robototexnika, ingliz tili, matematika, shaxmat, kasb hunar, kitobxonlik kabi to'garaklar ochiladi. Lekin to'garak ochilishi uchun faqat bolalar yig'ilib kelyapti degan holat yetarli emas. To'garak rejasi, qatnashchilar ro'yxati, haftalik jadvali, rahbarning roziligi, rahbar buyrug'i bo'lishi kerak. Agar siz haftasiga 2-3 marta bolalar bilan shug'ullanib yursangiz, to'garak rasman tasdiqlanmagan bo'lsa, oy oxirida pul olmasligingiz mumkin. 4-guruh kabinet, laboratoriya, ustaxona, sport zal, kompyuter xonasi, kutubxona yoki boshqa maxsus xonaga mas'ul xodimlar. Bunday vazifalar oddiy ko'rinadi, lekin mas'uliyat katta. Masalan, informatika xonasida kompyuterlar bor, internet tarmog'i bor, elektr xavfsizligi bor, inventar bor. Sport zalda jihozlar, bolalar xavfsizligi, to'plar, turniklar, matlar bor. Laboratoriyada esa kimyoviy moddalar, asbob-uskunalar, xavfsizlik jurnali bor. Bu ishlar uchun qo'shimcha to'lov nazarda tutilgan bo'lsa, u buyruq bilan rasmiylashtirilishi kerak. 5-guruh dars soati ko'paygan yoki vaqtincha boshqa xodimning o'rnini bosayotganlar. Masalan, bir o'qituvchi deret ta'tiliga chiqdi. Boshqa o'qituvchi uning soatlarini vaqtincha oldi. Yoki kasallik sabab bir oy davomida darslarni boshqa o'qituvchi o'tdi. Bu vaziyatlarda ham alohida buyruq kerak. Hozircha o'tib turing degan gap bilan ishlash xavfli. Chunki keyin bu soatlar asosiy yuklamaga kirdimi yoki vaqtinchalik o'rindoshlikmi? Haq qanday hisoblanadi degan savollar chiqadi. Agar sizning qo'shimcha vazifangiz allaqachon buyruq bilan rasmiylashtirilgan bo'lsa, tarifatsiyada ko'rsatilgan bo'lsa, buxgalteriya sizga qanday to'lov hisoblanishini tushuntirib bergan bo'lsa, sizda buyruq nusxasi yoki hech bo'lmaganda buyruq raqami va sanasi bo'lsa, katta xavotirga o'rin yo'q. Lekin baribir tekshirib qo'yish zarar qilmaydi. Agar siz faqat asosiy lavozimingiz bo'yicha ishlayotgan bo'lsangiz, qo'shimcha sinf, to'garak, kabinet, daftar, ustama, navbatchilik, o'rindoshlik, vaqtincha vazifa bajarmasangiz, bu mavzu sizga bevosita tegmasligi mumkin. Ammo oilangizda o'qituvchi, tarbiyachi, byudjet xodimi bo'lsa, ularga albatta ayting. Chunki ko'pchilik aynan shunday hujjat masalasida pul yo'qotadi. Keling, bir nechta real holatga yaqin misollarni ko'rib chiqamiz. Masalan, Nilufar opa boshlang'ich sinf o'qituvchisi. Unga 3B sinf berilgan. U haftasiga 12 soat dars o'tadi. Sinf rahbari daftar tekshiradi, ota-onalar bilan ishlaydi. Agar uning sinf rahbarligi sentyabr boshida buyruq bilan rasmiylashtirilsa, u har oy tegishli qo'shimcha haqini oladi. Lekin agar buyruq oktabr oxirida chiqsa, buxgalteriya sinf rahbarligi oktabrdan hisoblanadi deb sentyabr uchun pul bermasligi mumkin. Nilufar opa esa sentyabrda ham ishlagan bo'ladi. Mana shu adolatsizlikning oldini olish uchun 20 sentyabrgacha hujjat tayyor bo'lishi kerak. Ikkinchi misol, Jasur aka informatika o'qituvchisi. U 24 soat dars o'tadi, kompyuter xonasiga ham mas'ul. Xonada 15 ta kompyuter, proyektor, printer va internet uskunasi bor. Har kuni bolalar kiradi, texnika ishlatiladi, ba'zan nosozlik bo'ladi. Jasur aka texnikani nazorat qiladi, xavfsizlik qoidalarini tushuntiradi, inventarni saqlaydi. Agar kompyuter xonasi mudirligi yoki mas'ulligi buyruqda ko'rsatilsa, unga qo'shimcha haq berilishi mumkin. Agar ko'rsatilmasa, yil oxirida men hammasini qaradim degani yetarli bo'lmaydi. 3-misol. Mohira opa ona tili va adabiyot o'qituvchisi. U 7-8-9 sinflarda dars beradi. Har oy yozma ishlar, diktant, bayon, insho, nazorat ishlari bor. Daftar tekshirish juda katta mehnat. Agar sinflardagi o'quvchilar soni va fan bo'yicha me'yorlar asosida qo'shimcha to'lov hisoblanishi kerak bo'lsa, bu tarifatsiyada aks etishi lozim. Aks holda buxgalteriya faqat asosiy dars soatini ko'rib, qo'shimcha mehnatni hisobga olmasligi mumkin. 4-misol, Davron aka jismoniy tarbiya o'qituvchisi. U futbol va shaxmat to'garagi yuritadi.
Bolalar musobaqalarda qatnashadi. Maktab nomidan tuman bosqichiga chiqadi. Lekin to'garak jadvali tasdiqlanmagan. Qatnashchilar ro'yxati yo'q, buyruq yo'q. Davron aka o'zini fidoyi deb biladi. Lekin moliyaviy tomondan hech narsa olmasligi mumkin. Chunki to'garakni rasmiy ochish boshqa. Bolalar bilan ixtiyoriy shug'ullanish boshqa. Shuning uchun har bir qo'shimcha ish qog'ozida bo'lishi kerak. 5-misol. Bir maktabda matematika o'qituvchisi bo'shab ketdi. Uning 12 soat darsi vaqtincha boshqa o'qituvchiga berildi. O'qituvchi bir oy dars o'tdi, jurnal to'ldirdi, nazorat ishlari oldi, lekin buyruq chiqarilmadi. Oy oxirida haqini so'rasa, hali rasmiylashtirilmagan edi deyishdi. Mana bu eng ko'p uchraydigan xatolardan biri. Agar qo'shimcha soat olsangiz, birinchi darsga kirishdan oldin yoki hech bo'lmaganda darhol buyruq chiqarilishini talab qiling. Bu yerda bir nechta nozik nuqtani alohida aytib o'taman. Birinchisi, hamma qo'shimcha ish ham avtomatik qo'shimcha pul degani emas. Ba'zi vazifalar lavozim majburiyatining ichida bo'lishi mumkin. Masalan, ayrim xodimlar o'z lavozim yo'riqnomasiga ko'ra ma'lum hujjatlarni yuritishi shart. Bunday vazifa uchun alohida qo'shimcha haq berilmasligi mumkin. Shuning uchun men qo'shimcha ish qilyapman deyishdan oldin lavozim yo'riqnomangizni, mehnat shartnomangizni va ichki tartib hujjatlarini ko'rib chiqing. Ikkinchisi, qo'shimcha to'lov uchun mablag' manbasi bo'lishi kerak. Byudjet tashkilotlarida hamma narsa smeta, shtat jadvali, tarifatsiya va tasdiqlangan me'yorlar asosida yuritiladi. Rahbar xohlagan odamiga xohlagan miqdorda qo'shimcha pul yozib bera olmaydi. Shuning uchun siz talab qilayotgan to'lov amaldagi me'yorlarda bor yo'qligini aniqlang. Agar bor bo'lsa hujjatni talab qiling. Agar yo'q bo'lsa uni majburan undirib bo'lmaydi. Uchinchisi, og'zaki kelishuv eng xavfli holat. Direktor aytdi, zavuch iltimos qildi. Hamma biladi, o'quvchilar guvoh degan gaplar mehnat nizosida zaif dalil bo'lishi mumkin. Eng kuchli dalil bu yozma hujjat. Ariza, rezolyutsiya, buyruq, jadval, tabel, jurnal, dars taqsimoti, elektron tizimdagi ma'lumot. To'rtinchisi, orqaga sana bilan buyruq chiqarish masalasi. Ba'zi joylarda keyin orqaga sana bilan yozib beramiz deyishadi. Men bunday va'daga ishonib qolmaslikni maslahat beraman. Chunki orqaga sana bilan hujjat rasmiylashtirish har doim ham qonuniy va xavfsiz emas. Rahbar ham keyin buni qilishdan bosh tortishi mumkin. Bundan tashqari, moliya yoki tekshiruv organlari bunday hujjatni qabul qilmasligi mumkin. Eng to'g'ri yo'l ish boshlanishi bilan hujjatni rasmiy qilish. 5-si, qo'shimcha vazifa va ustama farqini tushunish kerak. Qo'shimcha vazifa, masalan, sinf rahbarligi, kabinetga mas'ullik, to'garak, vaqtincha o'rindoshlik bo'lishi mumkin. Ustama esa malaka, natija, sertifikat, rahbar qarori, maxsus mezonlar asosida berilishi mumkin. Ikkalasi bir xil narsa emas. Har birining o'z hujjati, o'z tartibi, o'z muddati bor. Shuning uchun rahbar yoki buxgalterdan bu qaysi turdagi to'lov, qaysi hujjat asosida beriladi deb aniq so'rang. 6-si, elektron tizimdagi ma'lumotlar bilan qog'ozdagi buyruq mos bo'lishi kerak. Hozir ko'p joylarda dars soati, xodim ma'lumoti, yuklama, tabel va ish haqi elektron tizimlar orqali yuritiladi. Agar qog'ozda sizga 20 soat berilgan bo'lsa, lekin elektron tizimda 12 soat tursa, muammo chiqadi. Yoki buyruqda sinf rahbari sizsiz. Tizimda boshqa odam turib qolgan bo'lsa, to'lov boshqa odamga ketishi yoki umuman hisoblanmasligi mumkin. Shuning uchun faqat buyruqni emas, tizimdagi ma'lumotni ham tekshirish muhim. 7-si, tabel masalasi. Tabel bu ish haqi hisoblashda juda muhim hujjat. Agar siz qo'shimcha ish bajargan bo'lsangiz, lekin tabelda aks etmagan bo'lsa, buxgalteriya pul hisoblamaydi. Masalan, vaqtincha o'rindoshlik, navbatchilik, qo'shimcha soat, to'garak mashg'uloti tabel yoki alohida jadvalda ko'rsatilishi kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun oy oxirida tabel qanday yuritilayotganini mas'ul xodimdan so'rang. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Siz bugundan nima qilishingiz kerak? Men buni bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, o'zingiz bajarayotgan barcha ishlarni ro'yxat qilib chiqing. Asosiy dars soatingiz nechta? Sinf rahbarligingiz bormi? Daftar tekshirishga asos bormi? Kabinet yoki laboratoriyaga mas'ulmisiz? To'garak yuritasizmi? Vaqtincha boshqa xodim o'rnini bosyapsizmi? Qo'shimcha navbatchilik yoki maxsus vazifa bormi? Hammasini alohida yozing. Chunki ko'p odam o'zi qilayotgan ishni ham to'liq sanab bera olmaydi. Ikkinchi qadam, har bir ish bo'yicha hujjat bor yo'qligini tekshiring. Masalan, sinf rahbarligi bo'yicha buyruq raqami va sanasini so'rang.
to'garak bo'yicha tasdiqlangan reja va jadvalni ko'ring. Qo'shimcha soat bo'yicha dars taqsimotida ismingiz borligini tekshiring. Kabinet mas'ulligi bo'yicha buyruq yoki dalolatnoma bormi bilib oling. 3-qadam. Rahbariyatga og'zaki emas, yozma murojaat qiling. Juda oddiy arza yozishingiz mumkin. Masalan, menga 2024-2025 o'quv yilida 7 sinf rahbarligi biriktirilganligi sababli ushbu vazifani belgilangan tartibida buyruq bilan rasmiylashtirish hamda tegishli qo'shimcha to'lovni hisoblashni so'rayman. Yoki men haftasiga 2 soat matematika to'garagini olib borayotganligim sababli to'garak jadvali va buyruqni rasmiylashtirishni so'rayman. Arizada sana bo'lsin, imzo bo'lsin, bir nusxasini o'zingizda saqlang. Imkon bo'lsa, kirim raqami oldiring. 4-qadam, buxgalteriya bilan gaplashing. Men ko'p hollarda shuni ko'raman. Xodim faqat direktor yoki zavush bilan gaplashadi, lekin buxgalteriya qanday hisoblayotganini bilmaydi. Buxgalterdan muloyim tarzda so'rang. Mening qo'shimcha to'lovlarim qaysi hujjat asosida hisoblanadi? Tarifatsiyada men bo'yicha qanday ma'lumot kiritilgan? Sentyabr oyidan hisoblanadimi? Bu savollarni hozir berish kerak. Dekabrda emas. 5-qadam elektron ma'lumotlarni tekshiring. Agar sizning tashkilotingizda ish haqi, dars soati yoki xodim ma'lumotlari elektron tizimda yuritilsa, mas'ul xodimdan siz haqingizdagi ma'lumotni ko'rsatishni so'rang. Dars soatingiz, lavozimingiz, qo'shimcha vazifangiz, sinfingiz, to'garagingiz to'g'ri kiritilganmi? Xatolik bo'lsa, 20 sentyabrgacha tuzattiring. 6-qadam. Hujjat nusxalarini saqlang. Buyruqning fotosurati, ariza nusxasi, tasdiqlangan jadval, to'garak rejasi, qatnashchilar ro'yxati, dars taqsimoti, tabelga oid ma'lumotlar sizda bo'lsa, keyin nizo chiqsa ancha oson bo'ladi. Men hech kimni rahbariyat bilan urushga chaqirmayman. Aksincha, hujjatli tartib hammaga foydali. Xodim ham himoyalanadi, rahbar ham tekshiruvda qiynalmaydi. Buxgalteriya ham aniq asos bilan ishlaydi. 7-qadam. Agar hujjat rasmiylashtirilmasa, yuqori turuvchi tashkilotga murojaat qilishdan oldin ichki tartibda masalani hal qilishga harakat qiling. Avval direktor, keyin kadrlar bo'limi, keyin buxgalteriya, keyin kasaba uyushmasi yoki tegishli bo'lim bilan gaplashing. Lekin vaqtni cho'zib yubormang. 20 sentyabr yaqinlashayotgan bo'lsa, keyingi hafta ko'ramiz degan gap bilan qolib ketmang. Chunki keyingi hafta kech bo'lishi mumkin. 8-qadam. Agar sizga bu pul baribir berilmaydi deyishsa, asos so'rang. Qaysi hujjatga ko'ra berilmaydi? Mening vazifam, lavozim majburiyatim ichidami? Tarifatsiyada nima uchun ko'rsatilmagan? Bu bo'yicha yozma javob bera olasizmi deb so'rang. Odatda yozma javob so'ralganda masala jiddiy ko'rib chiqiladi. Eng katta xato hamma shunday ishlayapti deb yurish. Hamma ishlayotgani sizning pulingiz kafolatlangan degani emas. Har bir xodimning to'lovi alohida hujjatga bog'liq. 2-chi xato, sentyabrda beparvo bo'lib, noyabrda pul so'rash. Sentyabr oyi ta'lim tizimida eng muhim oy. Aynan shu oyda yil davomidagi moliyaviy asoslar qo'yiladi. Noyabrda vaziyatni o'zgartirish qiyinlashadi. 3-chi xato, faqat og'zaki gapga ishonish. Men yana takrorlayman, og'zaki topshiriq bo'lsa ham uni yozma rasmiylashtirish kerak. Mayli, keyin qilamiz degan gap sizni himoya qilmaydi. 4-chi xato, buyruq chiqqanini eshitib uning mazmunini tekshirmaslik. Ba'zan buyruqda ism noto'g'ri yoziladi. Sinf raqami boshqacha bo'ladi. Sana boshqa bo'ladi. To'lov turi ko'rsatilmaydi. Shuning uchun buyruq borligini emas, uning to'g'riligini ham tekshiring. 5-chi xato, qo'shimcha ishni boshlashdan oldin shartlarni kelishmaslik. Masalan, sizga to'garak yuriting deyishdi. Darhol so'rang, haftasiga necha soat? Qaysi kunlari? Qanday haq to'lanadi? Qaysi buyruq asosida? Qatnashchilar ro'yxatini kim tasdiqlaydi? Bu savollar noqulay emas. Bu sizning mehnat huquqingiz. Demak, asosiy xulosa shunday. Agar siz qo'shimcha to'lovga asos bo'ladigan ish bajarayotgan bo'lsangiz, uni 20 sentyabrgacha rasmiylashtirib qo'ying. Sinf rahbarligi, daftar tekshirish, to'garak, kabinet mas'ulligi, laboratoriya, qo'shimcha dars soati, vaqtincha o'rindoshlik, navbatchilik yoki boshqa qo'shimcha vazifa bo'lsa, albatta buyruq, jadval, tarifatsiya va buxgalteriya hisobida aks etganini tekshiring. Men sizga maslahat beraman. Bugunoq o'zingizning yuklamangizni, buyruqlaringizni, to'lovlaringizni tekshiring. Keyin ko'ramiz demang. Chunki keyin pulingizni talab qilish qiyin bo'lishi mumkin. Mehnat qilgan odam o'z haqini vaqtida va to'liq olishi kerak. Buning
Eng to'g'ri yo'li esa hujjatlarni vaqtida rasmiylashtirish. Agar sizda shunday holat bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Qo'shimcha to'lovingiz vaqtida rasmiylashtirilganmi yoki muammo bo'lganmi? Boshqa xodimlarga ham foydasi tegishi uchun tajribangizni bo'lishing. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni maktabda, bog'chada yoki byudjet tashkilotida ishlaydigan tanishlaringizga yuboring. Chunki bitta ogohlantirish kimnidir bir necha oylik qo'shimcha haqdan mahrum bo'lib qolishdan saqlab qolishi mumkin.